Assalomu alaykum yurtdoshlar. Mana bugun Ayfel ko'limizni tihod qilishga keldik, ya'ni profilaktika o'tkazamiz hozir. Buning uchun nimalarga e'tibor qilishni hozir aytaman. Profilaktikaga nimalar kirishi, nimalar tozalanishi, o'shalarni ham hozir birma-bir aytib o'taman. Hozir biz ish boshida turibmiz. Xullas, ish boshi, keyin ish bitgandan keyin profilaktikadan keyin yana bitta videoni davomida ko'rsangizlar, xudo xohlasa boshlaylik. Birinchi o'chlikda bu yerda turbina turibdi. Mana bu turbinani полностью olib, ichini ventillarini, ya'ni parrakchalarini ochib, changdan tozalab, mana bu yerda ikkita подшипники bo'ladi. O'sha подшипникlarni moylab joyiga qo'ytiramiz. Nimaga desa, keyinchalik qishki mavsumda sovuq payti bu turib qolmasligi uchun. Endi hozir holati yaxshi, lekin sal og'irroq aylanyapti-da. Mana bu yerda parrakchasi bor, buni aylantirgan payti u aylanib turishi kerak biroz vaqt. Keyin bu yerda garelkasi bor. Garelkada свеча зажигания, датчик ионизация har xil katyonlarda har xil bo'ladi. Mana bu. Bu yerda bittaligi, bir xil katyonlarda 3 talik, 2 talik har xil bo'ladi. Bu yerda bittasi ikkita vazifani bajaradi. Ham датчик ионизация, ham свеча зажигания. Buni uchi kir boylab qoladi. O'sha kirdan tozalash kerak. Agar tozalanmasa, kir boylanib ketsa, qishni o'rtasida katyon olovni ko'rmay yoki свеча tok bermay, katyon yonmay ashitga kirib qolish ehtimoli bor. Shuning uchun свеча зажигания, датчик ионизацияni tozalaymiz. Mana bu garelkasi bo'ladi. Garelkasini ham yechib, uni ham tozalaymiz. Buni ish jarayonida xudo xolasa hozir ko'rsatib o'tamiz. Keyingi etapda bu yerda sirkulyatsiya normalniy, teplobmenliklarni yuvmaymiz. Nimaga desa, sirkulyatsiya normalniy. Hadeb buni ham ochib yuravermaslik kerak. Har yerda suvni konsentratsiyasi har xil. Bir yerda skvajga ulangan, bir yerda vodoprovod ulangan yerda suv yaxshi bo'ladigan bo'lsa, katyonimizning teplobmenniki uzoq vaqt to'lmaydi. Agar skvajin bo'ladigan bo'lsa, uzoq vaqtda tez to'ladi, ya'ni. Adashdim. Xullas, biz ishimizni boshladik. Turbina, esimdan chiqdi, teplobmennik ham keladi. Buning ichiga teplobmennikni полностью ichini changlardan, teshiklarni tozalash kerak. Nimaga desa, ugar o'zida yonib turgan tutun chiqib ketadigan yo'l o'sha bo'ladi. O'shani tozalash kerak. Buni ham hozir ish jarayonida ko'rsatib o'tamiz. Mana xullas, hozir qozonimizni ichini ochdik. Sizlarga teplobmennik qanaqa bo'lishini hozir ko'rsatmoqchiman. Bu yerda mis teplobmennik turibdi. Mana buni changini ko'rishlaringiz mumkin. Mana. Bu narsa bu yerga yig'ilmasligi kerak. Buni yilda bir marta tihod qilib tozalab turish kerak. Buni teshikchalari tiqilib qolsa, katyon yana ashibga beradi-da, ishlamay qoladi. Keyin bu yerda ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu yerda garelkasi ham shunaqaga chang bo'lib yotibdi. Mana bu teshikchalari yopiladi chang davomida. Keyin bu yerda olov yonishi susayadi. Mana keyin katyon effekt bermay, отопление sistemamizni qizdirmay qolishi mumkin. Датчик ионизация, свеча зажигания degan svechamiz mana shu bo'ladi. Mana bu yerda turibdi. Bu yerda bittaligi ko'rishingiz mumkin. Buni ham ahvoli achinarli. Buni ham najdak bilan yaxshilab tozalab, keyin spirt bilan tozalash kerak yoki влажный salfetka bilan tozalab, quritib joyiga ildirib qo'ysa ham bo'ladi. Xullas, shunaqa. Xullas, mana yurtdoshlar, garelkani ham tozaladik. Changlaridan kompressor bilan puflatib, keyin turbinani ham tozaladik. Changlaridan подшипниklarini moyladik.
Ana endi joy-joyiga uстановка qilamiz. Mana boshidagi holat qanaqa edi, endi hozirgi holati qanaqa? Xatirni ko'rishlaringiz mumkin. Changlardan tozalab, yap-yangiday qildik. Mana endi xudo xohlasa hozir bularni uстановка qilgandan keyin yoqamiz. Qishki sezonga bemalol yoqib foydalansa bo'ladi.